Assalomu alaykum, Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda qanday qilib Telegram profilga musiqa qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni Telegramda yangi funksiya ochilgan. Mana shuni bilmaganlar uchun ko'rsatib o'taman. Albatta videodan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying. Video yoqsa like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Buning uchun Telegramga kiramiz va yuklab olgan qo'shiqlarimiz bo'ladi. Mana misol uchun mana bu qo'shiq. Ovozini pastga qo'yaman avtorskiy bermaslik uchun. Qo'yganimizda mana bu yerda paydo bo'ladi. Shuni ustiga bosamiz bir marta. Bosganimizda mana shu holatda chiqadi. Va buni mana hozir qo'ysak, bu yerda ham o'sha aytiladi yoki mana shu yerda sizda boshqa qo'shiqlar ham chiqadi. Telegramni yaxshi bilasiz. Bu yerdan profilga kiritish deb yozib qo'ygan, ruschasiga boshqacha yozilgan. Agar Telegramingiz inglizcha bo'lsa, unda ham boshqacha yozilgan bo'ladi. Shuning uchun mana shuni ustiga bosamiz va profilimizga qo'yiladi. Mana bosdik. Buni olib tashlash uchun mana bu yerga remove qo'yib qo'ygan, xuddi shu yerda. Shuni ustiga bossak mana olib tashlanadi. Mana olib tashlandi. Yana kiritib qo'yamiz va tekshirib ko'ramiz. Mana meni profilim va bu yerda ko'rinib turibdi mana. Ustiga bosganimizda mana qo'shiq aytadi. Xuddi shuni agar boshqa birortasini profilda qo'shiq yoqib qolsa, ustiga bosib mana bu tugmani qo'yish orqali o'zimiz profilimizga qo'yishimiz ham mumkin. Agar sizda chiqmasa, Telegram ilovasini yangilab yuboring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalga obuna bo'ling. Video yoqqanimizda like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.